iqlimga tabiiyroq usullar bilan ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Masalan, sayyoramizning asosiy yashil o'pkalarini kuchaytirish orqali. Sizningcha bu nima bo'lishi mumkin? Tayga o'rmonlarmi? Amazonka nam o'rmonlarmi? Yo'q. Bu fitoplankton, mikroskopik va bir hujayrali suvo'tlar. Ular sayyoradagi barcha kislorodning yarmini ishlab chiqaradi va karbonat angidridni yutadi. Ular o'lganda esa karbonat angidrid tarkibidagi uglerod ular bilan birga suv tubiga cho'kadi. Biroq fitoplankton cheksiz ko'paya olmaydi, chunki unga xususan temir yetishmaydi. Shunday ekan, keling fitoplanktonlarga temir beraylik. Okeanshunos Jon Martin shunday degan edi: "Menga yarim tanker temir bering va men sizga muzli davrini yaratib beraman, so'zimning ustidan chiqaman." Fitoplankton haqiqatan ham temir moddasi bilan oziqlanishdan aqldan ozadi. Biz kosmosdan qizil, yashil dog'lar ko'rinishda ularning qanchalik ko'pligini ko'ramiz. Bu manzarani kompyuter foni qilib qo'ysa ham bo'ladi. Olimlar planktonni amalda bir necha bor temir bilan oziqlantiradigan, ammo hozircha bu karbonat angidridga qarshi kurashga sezilarli hissa qo'shayotganini aniqlashning iloji bo'lmadi. Aksincha, bu temir bilan oziqlantirish bizga zarar yetkazishi, zaharli, keraksiz suv o'tlarini ko'paytirishga olib kelishi mumkin. Bu qizil ko'tarilishlar deb ataladi. Suvning eng kuchli gullashi, suvdagi barcha dengiz hayvonlarini o'ldiradigan neyrotoksin paydo bo'ladi.